O'zimni taniganimdan beri shirinlik sevuvchi odam bo'lganman. Ertalabdan shakar, kun davomida shakar. Umuman olganda shakar bilan juda ham uzoq va baxtli munosabatlarda bo'lganman. Hatto siz mayishdan chiqdimda hozir marojnegani boraylik. Lekin munosabatlarimiz chuqurlashib borgani sari ichimda qanaqadir hissiyotlarni sezishni boshladim. Shirinlik yemagan kunim qalbimda qanaqadir bo'shliq paydo bo'lishni boshladi va men uni har doim to'ldirishga harakat qildim. Xuddi narkomanlardek. Odatda odamlar ovqatga bo'lgan muhabbatida hech qanday muammo ko'rishmaydi va ularning ichida men ham bor edim. Lekin bir kun bir do'stim bilan gormonlarni shaxsiy samaradorlikka ta'siri haqida gaplashib qoldik. Va men bu suhbatdan keyin shakardan 30 kunga voz kechish challenge-ini boshladim va challenge davomida o'zimni ko'p yillar davomida qiziqtirgan savollarga javob topdim. Bugun esa sizlar bilan o'sha ma'lumotlar haqida o'rtoqlashaman. Dopamin insonni rag'batlantiruvchi gormon va u insoniyat rivojlanishining asosidir. Tanamizning har qanday harakati ushbu gormon bilan bog'liq. Dopamin insonni harakatga keltiradi va keyin uni quvonch bilan mukofotlaydi. Masalan, juda ham uzoq vaqt och bo'lib yurdingiz. Ro'za tutdingiz deylik. Iftor vaqti yaqinlashgan sari vaqtga tez-tez qarab ovqatlangiz keladi. Aynan shu dopamin yetishmovchiligi deyiladi. Ya'ni organizm sizdan dopamin talab qiladi va siz talabni qondirganingizdan keyin dopamin orqali bir qancha yoqimli hissiyotlar olasiz. Ammo dopamin talabini me'yordan ortiq qondiradigan bo'lsangiz, siz erinchoq bo'lib qolasiz. Hayot siz uchun barcha ranglarni yo'qotadi. Chunki insonning biologik tabiati ehtiyojlarni qondirish. Dopamin esa ehtiyojlar qondirildi degan belgi hisoblanadi. Endi men sizga aytmoqchi bo'lgan asosiy g'oyaga kelamiz. Siz dopamin ehtiyojini katta yutuqlarga erishib yoki o'yin o'ynab qondirishingizni miyaga umuman farqi yo'q. Bularning hammasi miya uchun dopamin hisoblanadi. Shuning uchun siz juda ham uzoq muddatda o'yinlar o'ynaganingizda, serial ko'rganingizda yoki ijtimoiy tarmoqlarda o'tirganingizda hech narsa qilgingiz kelmay qoladi. Chunki miya dopamin miqdorini allaqachon ishlab chiqarib bo'ldi. Biz buni arzon dopamin deb ataymiz. Siz unga osonlikcha erishasiz. Hozirgi dunyoda kunlik hayotimiz arzon dopaminlar bilan to'lib toshgan. Ijtimoiy tarmoqqa bog'lanib qolish ham arzon dopaminning eng zo'r misoli hisoblanadi. Hozirgina Instagramga kirib bir necha daqiqadan keyin yana qaytib kirasiz. Xo'sh, nimaga unaqa bo'ladi o'zi? Chunki siz ijtimoiy tarmoqlarda o'zingizga yoqadigan narsalarni ko'rasiz. Gaplashasiz, kulasiz, tanqid qilasiz va fikrim boshqalarga qiziq deb o'ylaysiz. Bularning hammasi dopamin ishlab chiqaradi va sizni bora-bora dopamin quliga aylantiradi. Serial yaxshi ko'radiganlar, narkomanlar, qimorbozlar, chekuvchilar, semizlar va shirinlik yaxshi ko'radiganlar. Bularning hammasini nima birlashtiradi deb o'ylaysiz? Katta miqdordagi arzon dopamin. Bir marta totalizatordan 100 million so'm yutgan odam endi hech qachon 3 million so'mga ishlagisi kelmaydi. Narkotikdan lazzat topgan odam ham oddiy hayotidan lazzatlanmay qo'yadi. Yuqorida sanab o'tilganlarning ichida arzon dopamin ishlab chiqaradigan va eng ommalashgani bu shakar. Men butun umr shakar iste'mol qilganman, lekin menda hammasi yaxshi deyishingiz mumkin. Ammo hamma gap shu yerda. Ko'pchilik shakarsiz yashash mumkinligini ham bilmaydi va bularning ichida men ham bor edim. Toki shakarning zararlarini bilmagunimcha. Shakarni bizni organizmimizga ta'siri juda ham keng qamrovli. Aynan ratsionimizda shakarning va oddiy uglevodlarning ko'pligi tufayli bizda semizlik, qandli diabet, ichaklarda parazitlarning, zamburug'larning shakllanishi, bizdagi allergiya, autoimmun kasalliklar, teri kasalliklari yuzaga kelib chiqishi mumkin. Shu bilan birga yuqori darajadagi dopamin stimulyatsiyasi shaxsiy samaradorlikka salbiy ta'sir qiladi. Chunki shakar dopaminni ko'p miqdorda ishlab chiqarishiga xuddi narkotikdek ta'sir qiladi. Miyada dopaminning keskin ortishi shu moddaga nisbatan sezuvchi retseptorlarni unga nisbatan sezuvchanligini pasaytirib yuboradi. Eng qizig'i bu vaqtda bosh miya buni ochlikdan farqlay olmaydi. Bu degani, agar shakar yemasa, dopamin va baxt gormonlari endorfinlarni normal miqdori qoniqtirmagandan odamning kayfiyati o'zgaruvchan, jahldor, asabiy, hattoki depressiyaga tushirib qo'yishi mumkin. Endi tushundingizmi, nima uchun odamlar og'ir stress vaqtida shirinlik yeyishadi? Nima uchun siz og'ir o'tgan kuningizning oxirini shirinlik bilan tugatgingiz keladi? Shakar shunchaki sizning kayfiyatingizni ko'taradi, lekin qanday tezlik bilan ko'targan bo'lsa, xuddi shunday tezlik bilan pastga tushiradi. Siz shirinlik iste'mol qilganingizdan keyin qonda glyukoza miqdori ortadi va baxt gormonlari paydo bo'lishni boshlaydi. Lekin bir necha daqiqadan keyin insulin ishlab chiqarilib, glyukoza, ya'ni shakarni normallashtiradi. Va sizga berilgan soxta energiya va soxta xursandchilik tezgina yo'qoladi. Va siz shu zaylda yana shirinlik iste'mol qilgingiz keladi. Xuddi narkomanlardek. Bir stakan koladan keyin yana bir stakan va yana. Buni oxiri yo'q. O'zi umuman olganda inson bir kunda necha gram shakar iste'mol qilishi kerak? Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bergan ma'lumotga qaraganda, o'rta yoshdagi odam bir kunda 12 choy qoshiq yoki 50 gram shakar iste'mol qilishi kerak.
Bu shunchaki zararni kamaytiradi xolos, uni butunlay yo'q qilmaydi. 50 gram shakar qancha deb o'ylaysiz? 1 stakan kolada 25 gram, 1 litrda 100 gram atrofida shakar. Ba'zi bir soklarda shakar miqdori koladan ham ko'proq va 1 stakanida 30-40 gramgacha ham borishi mumkin. Shirin batonchiklar 100 gramida 47 gram atrofida shakar. Pechenye bir donasida 15 gram atrofida shakar. Ketchup 100 gramiga 20-30 gram shakar to'g'ri keladi. Mayonezning 100 gramiga esa 10-15 gram. Burger ichidagi mahsulotga qarab 10-15 gramgacha borishi mumkin. Shokoladning 100 gramiga esa o'rtacha 48 gram shakar to'g'ri keladi. Va eng qizig'i, odamlar shakari yo'q yoki sog'liq uchun foydali deb biladigan mahsulotlar tarkibi. Kasha, muesli, tayyor nonushtalar. Ularning tarkibida 10-20 gram shakar bo'lishi mumkin. Yogurt mahsulotlari 10-15 gram atrofida. Shakar hattoki ba'zi bir go'shtli mahsulotlarda ham bor. Shakar hamma joyda bor. Agar siz shakardan butkul voz kechaman desangiz, do'kondagi 70-80% mahsulotlardan voz kechishingizga to'g'ri keladi. Chunki shakar siz kutmagan mahsulotlarda ham bor. Albatta, shakar har bir mahsulot tarkibiga qarab o'zgarib turadi. Ba'zi bir mahsulotlar shakarsiz bo'ladi. Masalan, Coca-Cola Zero shakarsiz, shokolad, har xil pechenyelar, hattoki shakarsiz morojinlar bor. Qandli diabetlar uchun ishlab chiqarilgan deyarli barcha mahsulotlarga shakar qo'shmaydi. Buning o'rniga sun'iy yo'llar bilan topilgan shakarni o'rnini bosuvchi aspartam yoki fruktoza ishlatishingiz mumkin. Bular shakar darajasidagi glyukoza ishlab chiqarmasa ham bu foydali degani emas. Shu sababdan stevia yoki tabiiy asal qo'shilgan mahsulotlarni iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Bundan ham eng zo'ri shakarni o'rnini to'liq mevalar bilan bosish. Insonning miyasi shakarni yaxshi ko'rishi ham aynan shu mevalar bilan bog'liq. Chunki qadimgi odamlar uchun meva muhim hisoblangan. Ular tabiatdan topgan mevalarni yeya olgancha yeyishgan. Chunki meva bu glyukoza. Glyukoza esa energiya. Energiya esa yovvoyi tabiatda tirik qolish uchun eng kerak bo'ladigan asosiy manba hisoblanadi. Shuning uchun sizning miyangiz shakarni sevadi. Hozir 2023-yil bo'lishiga qaramasdan, sizning miyangiz qadimgi dunyo instinktlarini unutmagan. Shu sababdan u glyukozani ko'rishi bilan uni shoshib iste'mol qilgisi keladi. Chunki miya mevadagi tabiiy shakar bilan sun'iy shakarning farqiga bormaydi. Yo'q, men baribir tushunmayman. Shakarni ota-bobolarimiz ham iste'mol qilgan deyishingiz mumkin. Lekin bundan 50 va 100 yil oldingi shakar iste'moli hozirgi kunga qaraganda 100 barobar kam bo'lishi mumkin. Masalan, o'rtacha amerikalik bundan 100 yil oldin yiliga 2 kilogram shakar iste'mol qilgan bo'lsa, hozir bu ko'rsatkich 68 kilogramga yetgan. Ko'rib turibsizki, Amerikani o'zida 100 yil ichida shakar iste'moli 34 barobarga oshgan. O'zbekistonda aniq statistika yo'q, lekin statistika qo'mitasi bergan ma'lumotlarga ko'ra, 2017-yilda aholi jon boshiga 31 kilogram shakar to'g'ri kelgan. Bu 2000-yildan beri 2 barobarga o'sgan. Bundan tashqari shakar semizlikka olib keladi. U insulin darajasini keskin oshiradi va uni uzoq vaqt davomida yuqori darajada ushlab turadi. Bu esa insulin qarshiligiga olib keladi. Insulin qarshiligi esa diabetga, xalq tilida aytganda sahrga sabab bo'ladi. Albatta buni boshqa sabablari ham bor, lekin bu o'sha sabablardan biridir. Zamonaviy jamiyatda semizlik epidemiyasiga juda ham ko'p narsalar sabab bo'ladi. Faqatgina shakar emas, lekin shakar ularning ichida alohida o'rin tutadi. Semizlik statistikasiga bir qarang. Dunyo bo'ylab 1975-yildan beri semizlik 3 barobarga ko'paygan. 2016-yilda 18 yoshdan o'tganlarning 1.9 milliardida ortiqcha vazn bo'lgan va ularning 650 milliontasi semiz bo'lishgan. Masalan, AQShda 2016-yili kattalar ichida semizlik 39.8% bo'lgan bo'lsa, 2022-yilga kelib bu ko'rsatkich 41.9% ga yetgan. O'zbekiston bo'yicha aniq bir statistika yo'q, lekin ba'zi bir manbalarga qaraganda 18 yosh va undan kattalarning ichida 21.8% ayollarda, 16.1% erkaklarda ortiqcha vazn bor. Bu global reyting bo'yicha juda ham yaxshi ko'rsatkich. Lekin afsuski, biz buni qanchalik rostligini tasdiqlay olmaymiz. Lancet jurnali ma'lumotlariga qaraganda, O'zbekistonda har 100 ming kishidan 892 tasi aynan noto'g'ri ovqatlanish sababli kelib chiqadigan kasalliklardan vafot etadi. Bu ko'rsatkich chekish sababli vafot etadiganlardan ham yuqori. Tadqiqotlarda yozilishicha, semizlik ikkinchi darajali qandli diabet va saraton kasalligining omillaridan biri hisoblanadi va aynan noto'g'ri ovqatlanish sababli kelib chiqadigan kasalliklar ko'rsatkichi bo'yicha qo'shni Afg'onistonning holati biznikidan ancha yaxshi. Butunjahon semizlik federatsiyasi berayotgan ma'lumotlarga ko'ra, agar vaziyatga zudlik bilan chora ko'rilmasa, 2035-yilga kelib
dunyoning yarmida ortiqcha vazn bo'ladi va ularning ko'pchiligi semirib ketadi. Va men bunday ma'lumotlardan keyin shakardan voz kechishga, hech bo'lmaganda 30 kunga voz kechishga qaror qabul qildim va challenge-ni tashlab yubormaslik uchun buni odamlar ichida ovoza qildim. Hattoki bu haqida Telegram kanalimdagi podkastda ham aytib o'tganman. Birinchi navbatda o'zimni vaznimni o'lchadim va yeyishim kerak bo'lmagan mahsulotlar ro'yxatini tuzdim va challenge boshlandi. Birinchi kun juda ham oson o'tdi. Lekin muammo keyingi kundan bilinishni boshladi. Har safar ovqatlanganimdan keyin menga nimadir yetishmas edi va uni ustiga boshim og'rib asabiylashishni boshladim. Buni faqat narkomanlar tushunsa kerak. Har safar supermarketga kirganimda shirinlik bo'limiga g'amgin ko'zlarim bilan qarardim. Eng qiyini, do'stlarim bilan kafelarga borganimda ular o'zlariga shirinlik buyurtma qilishsa, men shunchaki shakarsiz kofe yoki suv ichib o'tirardim va men kun sanashni boshladim. Boshida ma'noli va mantiqli ko'ringan challenge borgan sari bunaqa ko'rinmas edi. Lekin men o'zimda kuch topib, challenge-ni yarmigacha yetib keldim va eng qizig'i shu joydan boshlandi. Men haqiqatan shakardan voz kechganimni tushunganimdan keyin uni o'rnini meva va sabzavotlar bilan almashtirdim va men sabzini bunchalik shirin bo'lishini bilmagan ekanman. Xuddi ta'm sezadigan reseptorlarim butunlay almashdi va men boshqa insonga aylandim. Oldin his qilmagan ta'mlarimni sezishni boshladim. Ozg'in bo'lishimga qaramasdan 5 kilogramga ozdim. Bundan tashqari terim yaxshilandi. O'zimda qo'shimcha energiya va stabil kayfiyat sezishni boshladim. Va bularning hammasi shunchaki shakardan voz kechganim sababli bo'ldi. Va bu ajoyib natija meni zalga chiqishimga ham turtki bo'ldi. Chunki har qanday yaxshi yoki yomon odat o'zi bilan ikkinchisini olib keladi. Va eng qizig'i, shakardan voz kechish challenge meni hayot tarzimga aylanib qoldi. Agar siz ushbu videodan keyin men ham shakardan voz kechaman desangiz, sizga bir nechta maslahatlar beraman. Birinchi navbatda, siz challenge-ni nima uchun boshlaganingizni tushunib oling. Siz o'zingizga yomon bo'lish uchun emas, aslida yaxshi bo'lish uchun boshladingiz. Ikkinchisi, iloji boricha hech bo'lmasa 10 kun davomida shirinlik yeydigan joylarga bormang. Uyingizdagi barcha shirinliklardan voz keching. Siz baribir shirinlik yemayman deb ularni muzlatgichni ko'rinmaydigan joyga tiqib qo'ysangiz ham, ishoning, siz ularni kechasi baribir eslaysiz. Nafsingiz bilan o'ynashmang. U sizni yutib qo'yishi mumkin. Va agar challenge-ni qaysidir kunida nafsingiz sizni yutib qo'ysa, bu challenge tugadi degani emas. O'zingizni kechirib, shunchaki davom eting. Shakardan voz kechish hayotimda muhim o'rin tutmaydi deyishingiz mumkin. Ha, siz haqsiz. Lekin yuqorida aytib o'tganimdek, har bitta yaxshi odat o'zi bilan ikkinchisini olib keladi. Men ko'p yillar davomida zalga chiqishga ko'p harakat qilganman. Lekin aynan shu challenge-dan keyin men zalga qat'iy chiqishni boshladim. 2 oy oldin yo'qotgan 5 kilogramimni muskul shaklida 7 kilogram qilib qaytarib oldim. Va bu meni o'zimga bo'lgan hurmatimni oshirdi. Mashg'ulotlar vaqtida kun bo'yi yig'ilgan stresslarimni chiqarib yuboraman. Bu esa uyqumning sifatini yaxshilaydi. Yaxshi uyqu esa yaxshi kayfiyat beradi. Yaxshi kayfiyat umumiy hayotimning sifatini oshiradi. Bu esa oilamga, ishimga va yangi bilimlar olishimga o'z samarasini ko'rsatadi. Men aynan sizni jismoniy va ruhiy sog'lig'ingizni yaxshilashga chaqirib qolaman. Buning uchun shunchaki yaxshi odatlarni shakllantirishning o'zi kifoya. Odatlarni esa bugunoq shakllantirishingiz mumkin. Bir maqsad yo'lida birlashganlar aql bovar qilmas kuchga ega. O'z hayotini yaxshilay olganlargina jamiyatparvar bo'la oladi. Agar siz bizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, Telegramdagi kanalimizga obuna bo'ling. Biz siz bilan u yerda bir hamjamiyatdek rivojlanishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Siz bilan Abdusattor Abdurahimov bo'ldi.